Bugun sizlarga o'zim yaxshi ko'rib, sevib iste'mol qiladigan guruch retseptini pishirib ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib, guruchni yaxshilab yuvib olamiz. Tovaga yoki qozonga ozgina yog' solib, guruchimizni ozgina qo'rib olamiz. So'ngra suv solib, uni dimlab qo'yamiz. 15-20 minutga. Guruch pishib bo'lgandan so'ng, men no'xat bilan jo'xori solib iste'mol qilishni yaxshi ko'raman. Buni o'zini ta'mi juda ham mazali qo'shimcha qilib, salat yoki qato bilan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Men yoniga qo'shimcha qilib, qato qo'yib iste'mol qilaman. Juda ham mazasi zo'r ketadi. Sizlar nimani xohlasanglar, nimani yaxshi ko'rsanglar, o'shani qo'shimcha qilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Bugun sizlarga o'zim yaxshi ko'rib, sevib iste'mol qiladigan guruch retseptini pishirib ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib, guruchni yaxshilab yuvib olamiz. Tovaga yoki qozonga ozgina yog' solib, guruchimizni ozgina qo'rib olamiz. So'ngra suv solib, uni dimlab qo'yamiz. 15-20 minutga. Guruch pishib bo'lgandan so'ng, men no'xat bilan jo'xori solib iste'mol qilishni yaxshi ko'raman. Buni o'zini ta'mi juda ham mazali qo'shimcha qilib, salat yoki qato bilan iste'mol qilsanglar bo'ladi. Men yoniga qo'shimcha qilib, qato qo'yib iste'mol qilaman. Juda ham mazasi zo'r ketadi. Sizlar nimani xohlasanglar, nimani yaxshi ko'rsanglar, o'shani qo'shimcha qilib iste'mol qilsanglar bo'ladi.